Yoshgina ayol tuxum so'yayotgan kampirdan tuxumning narxini so'radi. Kampir donasi 500 so'mdan deb javob berdi. 2,5 so'mga 6 ta tuxum berasizmi? Salkam qarzini so'raganday balandroq ovozda dedi ayol va qo'shimcha qildi. Bo'lmasa ketaman-da, boshqa joydan ham olaveraman, dedi ayol. Keksa kampir bir muddat dam tuxumlarga, dam ayolga qaradi-da, mayli, ola qoling. Ertalabdan beri bitta ham sotolganim yo'q. Hamma sotilgani qoladi, deb tuxumlarni xaltaga solib berdi. Ayol go'yo katta g'alaba qilgandek tuxumlarni va sumkalarni ko'tarib, mashinasi turgan joyga qarab yurdi. Yangigina avtomobilga o'tirib, dugonasi bilan uchrashishi belgilangan restoranga keldi. Dugonalar ko'ngillari tusagan taomlardan yeb, xohlagan ichimliklarni ichib mazza qilishdi. Turib ketishayotganda hisob keltirishdi. Haligi ayol hisobda ko'rsatilgandan ortiqcha pul berib, qaytimi kerakmas degandek qo'li bilan ofisiantga imo qilib qo'ydi. Bu voqea restoran xo'jayiniga arzimagan foyda keltirgan bo'lsa-da, tuxum sotayotgan kampirga katta zarar edi.